boramiz, devorni yalab qo'ygan Ha, bo'lamiz. yevoradi. Ana shu devor yalash bo'lsa-da. Bizni maqsadimiz ham shu. Fikr Natijasini solishtirganmisiz, misol sovliq bilan qo'shqorda yoki solishtirmaganmisiz? Hozirgacha hozir hech kimdir e'tibor bermay qolsa, bu o'lib qolishini hech ketmas. Bu albatta ziyon bo'ladi. Shuning uchun aylama boshida xudo xohlasa davolashyapti. Davolash iloji bu. Oldin davosi pichoq edi. Pichog'i. Gapingizni bo'ldimi? Bo'ladigan bola boshidan ma'lum edi. O'zim o'sha Toshkentga borib, Staroykada ishlab yurib, shu to'rtta qo'chqor olganman. Ikkita sovliq, ikkita qo'chqor. O'sha bilan qiziqib, boqib, men bu safar videoni boshqacha qilaylik. Sal minus tomonlarini ham, buni ortdagi qiyinchilik, mehnatlarni ham aytib o'tib ketsak bo'ladimi bo'lmasa? 200 ming so'mdan sof foyda, xudo xolasa. Bor, xudo xolasa. Shu yerini imonni ko'rib turinglar obunachilar, qo'ra qilishdagi xatolarni ham aytib ketaman. Bir kunda taxminan misol mana shu qo'ylaringizda bozor holatidagi narx qancha bilasizmi? Bu o'zimizda oddiy bug'doy yorma. Bug'doy yorma, ha? Kepak. Bunisi kepak. Aka, qo'y olishda maqsad bo'lishi kerak-da. Uch mahal qaraymiz qo'ylarga. Sizni qo'rangiz mashalloh juda yaxshi darajada turibdi. Buni siri nimada bo'lmasa bir? Bu narsa nima o'zi bu narsa? Bu bozorlarda bizni qo'ylagan nisbatan xudo xolasa puli baland bo'lyapti. Har bir qo'y boquvchi odamning o'ziga yarasha stili bor, yo'nalishi bor. Har kimning boqish stili har xil. Har bir boquvchi odamning o'zini maqsadi, rejasi, xato kamchiligi bo'ladi. Biz bugun 18 yoshli ukamiz Diyorbekdan chiroyli qilib xudo xolasa qo'y boqish sirlarini olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Xo'p aka, obunachilar videoni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa manfaatli video qo'yib bermoqchimiz. Inshaalloh xudo xolasa chiroyli qilib xato kamchiligini videoni boshidan uzr so'raymiz. Qaydadir xato kamchilikka yo'liqqan bo'lsak, kommentariyaga yozib ketinglar. Keyingi safar to'ldirishga xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Xo'p, Diyorbek, bo'lmasa bu qo'ylarni birinchi navbatda qo'y olishda nimaga e'tibor berish kerak? O'shandan yo'nalishdan boshlasak bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, aka, qo'y olishda maqsad bo'lishi kerak-da. Albatta. Uzoqroq boqaman yo tezroq semirtirib sotaman. Uzoqroq boqaman degan obunachilarimizga Qirg'izistonning Hisori, Arashan qo'ylarini tavsiya qilamiz. Tezroq semirtirib sotaman degan aka-ukalarimizga o'zimiz jaydari qo'ylarni tavsiya qilamiz. Bularni birinchi o'sib oladi-da bu qo'ylar. Qirg'izistonning qo'yi birinchi o'sib, keyin ves oladi. O'zimizning qo'ylar sirazi ves olishni boshlayveradi. Etap o'zimizning qo'ylar, ya'ni go'sht olish, et olish bilan ozroq bo'y qo'shadi. Bu qo'ylar esa o'zimiznikiga nisbatan sekinroq semiradi. Sababi birinchi endi uzunasiga, liniyasiga, bo'yiga o'sib oladi. Shunday. Yoshiga yetgandan keyin yoshidan o'tgandan keyin semirishni boshlaydi. Shunday. Shuni hisobiga Qirg'iziston qo'ylari gavdali, katta ko'rinadi. Bozorlarda bizni qo'ylagan nisbatan xudo xolasa puli baland bo'lyapti. Narxlari qimmatroq bo'lyapti. Bu qo'ylarimizni sir bo'lmasa qachon olingani va qaysi tartibda boqilyapti, necha puldan olingan, ashlarni ham obunachilarimizga bir to'liq yoritib berib, hisob-kitob qilib beramizmi bo'lsa? Beramiz, xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rib tursin. Hop, videomizni davomida qo'ramizni qaysi holatda saqlashdi, qo'ylarga qanday yem berishdi, vaksinalarni ham gapirib o'tib ketamiz. Ko'p obunachimizdan keladi savol. Shuni hammasini shu bugunga to'plab, bitta qilib hammasini yoritib beramiz. Hamma savollarga javobni olasizlar obunachilar. Hozir qarang, birinchi savolimdan ham oldin men bitta narsa qiziqtirdi-da. Mana shu narsaga ko'zim tushib qoldi. Bu narsa nima o'zi bu narsa? Bu kanatsit degan dorimiz. Hozir hammamizni qishki kunida qo'ralarimiz, Abrajon, qo'ralar ko'rsatib qo'y. Salafanda-da, hozir salafan qilmasak bo'lmaydi, qo'ylar sovqatib qoladi. Salafan bo'lgandan keyin ichida mana tellash bo'ladi. Albatta o'ziga bo'ladi, to'p-to'p. Bitkana tushadi qo'ylarga. To'g'ri. Shuning uchun bu kanatsit degan dorimiz o'zidan hid chiqarib turadi. Shu bitkanaga qarshi. Bularni keyin shunday bakalashkaga solib qo'yiladi. Ozgina qo'yda shu dumbaza tomoniga sepib, ozgina sevib qo'yiladi. Keyin qo'rani yonboshlariga o'sha shlaka bloy tagidan aylantirib, ozgina to'kib qo'ysa, bitkana tushmay turadi. Juda ham oz miqdorda. Oz miqdorda. Bu qo'ylarimiz qachon olingan bo'lmasa? Oktyabrda 20-sanasida olib kelganmiz qo'ylarni. Oktyabrda 20-sanasida. Necha puldan olingan agar sir bo'lmasa? 3.600.000 so'mdan olingan. 3.600.000 so'mdan, mashalloh. Hammasi bu o'zim Qirg'iziston qo'ylari. Qirg'iziston Arashan qo'ylari sifati, sog'lik, salomatligi, liniyasi yaxshi qo'ylar ekan, mashalloh. Havas qildik, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Endi bu qo'ylarimizga yem berish ratsion tartibi qanaqa bo'lyapti? Yem berish 3 mahal qaraymiz qo'ylarga. Hop, shu yerda yemimizni ham tayyorlab qo'yganmiz. Hop, har bitta qo'ramizda aka 8 donadan qo'y bor. 8 dona. Bu chuluq.
o'lik deydi, chuluq deydi, shu narsa. Chigitni po'stlog'i. Ha, Yog' maydalangan. chiqaradigan, ha, bunda bilmaganlar uchun bu chuluq paxta yog'i deymiz, o'sha paxta yog'ini chigitni po'sti. Buni ajratilgandan keyin bundan yog' mahsulotlari olinadi. Hop, bu o'zimizda oddiy bug'doy yorma. Bug'doy yorma, ha. Kepak. Bunisi kepak. Uchalasi. Hop, 8 ta qo'yimizga 5 kasa solamiz chuluqdan. 5 kasa chuluq. Hop, bug'doy yorma 5 kasa. Kepakdan 2 kasa solamiz. 2 kasa. Hop, shu 12 dona bo'ladi. Hozir makka yormamiz tugab qolibdi. 3 kasa makka yorma ham qo'shamiz. Hop, shu 15 kasa bo'ladi. Har bitta qo'yimizga 500 gram oshiqdan tushadi. 500 gram, 550-600 gram atrofida sekin qo'shib borilaveradi uni. Vaqtga qarab bizga ancha bo'lib qoldi. Hozir yanvar bo'lsa 2-3 oy bo'lib qoldi. Shunga qo'shib borilaveradi, lekin boshida oz-ozdan 400 gramdan. 400 gramdan boshlagan. 300 gramdan boshlanadi Shunday. boshida. Holatiga qarab, qo'ydi axlatiga qarab qo'shiladi deyiladi-yu. Ha. Bu ana shunday. Demak, o'shanda bir kunda bir kunlik ratsionlaring 500 gramdan yeydigan bo'lsa, chuluqning narxi necha pul hozirgi kunda? 4000 so'm. Bug'doy yormani ham hozirgi kundagi narx 4000 so'm hisoblaylik. Kepak ham shu 3,5 ming atrofida to'xtayapti. Kilosi shunaqaga to'g'ri Kilosi keladi. 3,5 ming. Xo'p, 4000 11,5 ming kuniga rasm bo'lsa 11,5 ming 3 ga bo'ladigan bo'lsak, Başta 3800 so'm atrofida bir kunlik bitta qo'ygan ratsion. Shunday. Ozuqa, rasxod, bir kunlik rasxod. Bu yemimizni ertalab kechqurun beramiz a. Yemni bergandan keyin somon pirsti jodidan maydalab qirqib, silos aralashtirganmiz mosh to'ponni aralashtirib qo'yib qo'yganmiz. Yemdan keyin bir tog'oradan yeydi, abitda o'sha bir tog'oradan hashak deydi xolos, yem yemaydi. Yem hashagiga mosh to'pon somon xolos. Ya bu yerdan yer yong'oq bir. Yo'q, mosh to'pon, somon, silos aralashtirib beramiz. Silos. Demak, ana savolimizni nima qilaylik? Silos beryapsiz ekan. Juda ko'p joyda ko'ryapti. Silos berilgan joylardagi tagiga kach-kach bo'lib ketyapti, zax bo'lib ketyapti. Sizni qo'rangiz mashalloh juda yaxshi darajada turibdi. Buni siri nimada bo'lmasa bir? Xo'p, aka, qarang, ko'pchilik ham shu savolni beradi. Qo'ramizni tagi yomon bo'lib ketyapti. Har kun tozalashga to'g'ri kelyapti, deyapti. Hop, bizniki ham yomon bo'lib ketayotgandi. O'shaning uchun qo'ylarimizni sotib kamaytirib, hozir 26 dona qo'yimiz qoldi. Buni qo'ra qilishdan shu yerini imini ko'rib turinglar obunachilar, qo'ra qilishdagi xatolarni ham aytib ketaman. Shu yerda ko'ryapsan, Abrajon. Shu bir qarich turpoq bor xolos buni tagida. Bir qarichdan keyin shibin. Bir 40 sm, 50 sm shibin bo'ladi buni tagida. Shunda qo'yda axlat tushib uvib ketmaydi. Qo'yda axlat qotadi. Tuproqdan haligi suv filtr bo'lib ketaveradi. Namlik tortib beradi, go'ng quruq turaveradi. Shunday, xudo xolasa. Mana shu bir haqiqiy zo'r g'oya bo'lib qoldi. Hozir keyin aka, kilankani ham aytib ketdi-ku, kilanka bilan qo'ramiz ponni o'ralmagan. Mana Abrorjon shunday ko'rsating, to'sinlarning orasi ochiq hammasiniki. Havo aylanish kerak-da. Shunday. To'ppa to'g'ri. Kilanka bilan big'ib qo'yib ham bo'lmaydi. Kilanka bilan big'ib qo'yib bo'lmaydi, to'g'ri, haqiqiy. Hop, keyingi partiya qo'ylarimizni ham ko'raylik. Demak, bir kunlik ratsionni o'rta hisobda 4000 yoki 5000, 6000 atrofiga aylanyapti ekan. Silos, ana mosh to'pon, somonlaringiz bilan o'rta hisobda 5500, 6000 so'mga aylanyapti ekanda. Xudo xolasa effekti yaxshi bo'lyapti. Ekan. Hozirgi kunda taxminan misol mana shu qo'ylaringizda bozor holatidagi narx qancha bilasizmi? Endi 5 million narveriga aylanadi. Ichcha pastroq, ichcha teparoq. Ikkita undan balandrog'i ham bor ekan. Endi qo'yig'isiga 5 milliondan. Shunday. Buni qanchada olganman dedingiz? 3 million 600 ming. 3 million 600 mingdan. O'rta hisobda hozirgacha 3 oy boqqan bo'lsangiz 150 ming, 180 ming bor. Ana maksimal 200 ming yegan taqdirda ham 600 ming rasxod bo'lsa 800 ming so'mdan sof foyda, xudo xolasa. Bor, xudo xolasa. Shunda kelib chiqyapti, bir oyiga 250 ming oshiqroq foyda, sof foyda qolyapti, xudo xolasa. Alloh taolo beramansa. Tag'in ham lekin hozirgi kunda qo'ylarni bozor narxi tashlaganini hisobiga siz bozor narxiga solishtiryapsiz. Ha, shunday. Demak yaxshi. Ko'pchilikka, ko'p obunachilarimizga tavsiya qilamiz, akalar, bitta bo'lsa ham qo'y boqinglar. Chunki qo'yda baraka bor. Ko'pchilik aytishadi buni, boquvchilar qo'yda baraka bor deb kattalarimiz aytishadi. Shunday. Buni ish qilib olib turib, kelib yemini berganingizda bundan oladigan zavqni, misol hech kim ololmaydi-da. Boshqa narsa bera olmaydi. To'ppa to'g'ri. Kimdir kapturga qiziqadi, kimdir xo'rozga qiziqadi, kimdir qo'yga qiziqadi. Muhimi qiziqish bo'lish kerak-da. Bir narsaga qiziqish bo'lish kerak. Bo'lmasa yash qiyin bo'lib ketadi. Shunaqa diqqat qilasiz odam. Gap yo'q. Shuning uchun bitta bo'lsa ham, ikkita bo'lsa ham imkoniyati boricha kichkina joyga ko'p nima
talab qilmaydi-da bu e'tibor. Ha, ko'p 3 mahal yoki 2 mahal chiroyli qilib qarab qo'ysa bo'ldi. Ha. Qo'ramizda xato kamchilik aytdik, oilaga rasxotini aytdik, qo'ylar daromadi o'ziga yarasha, xudo xolasa. Xo'p. Juda ko'pchilik obunachilarimiz so'rashyapti, kommentariyada so'rab bo'lyapti. Mana bu oxirgi razmeri, mana bu balandligi qanaqa, katta qo'chqorlar, menimcha meni yet qilib qolmaydimi? Ashiladi bir ma'lumotni berib ketalasizmi? Xo'p, aka, buni o'g'irdi pastligi qo'yga ziyon qilmaydi-da, lekin balandligi qo'yni bo'ynini shilib yuboradi. Shuning uchun mana qoralarimiz tagini ham ochib qo'yganmiz. Bu ichkaridagi havo o'zi almashaveradi-yu. Lekin ochiq bo'lgani yaxshi baribir. Ochiq bo'lgani to'ppa-to'g'ri, yaxshi. O'g'ir tagini atini ochib qo'yganmiz. Hop, buni примерно 40-50 nariverida. 40-50 nariverida. Holatiga qarab, lekin undan baland bo'lib ketish shart emas. Shu 40-50 rasi zo'r. Demak, latogimiz 30 sm bo'lgidek bo'lsa, shilaka blogimiz 17-18 bir 48-50 atrofida bu qo'rlarimizning razmeri shunaqa ekan. Diyorbek, mana 18 yillik 18 ga kiribsiz, mana shu darajada. Mashalloh ko'z tegmasin, 26 bosh qo'yingiz bor ekan. Hop. Birinchi nechta bilan boshlagansiz va necha yil bo'ldi stajga? Bu qiziqishlar, buni ham o'ziga yarasha ichiga kirgani bilan mehnati ham bor-da, hamma plyus tomonni ko'rsataveradi. Bu safar videoni boshqacha qilaylik. Sal minus tomonlarni ham, buni ortdagi qiyinchilik, mehnatlarni ham aytib o'tib ketsak bo'ladimi bo'lmasa? Hop, biz shu maktabda o'qib yurgan paytimizda qo'yga qiziqib, shu ikkita sog'liq, kichkina 4 oylik, 3 oylik ikkita sog'liq, ikkita qo'chqor olganman. O'zim o'sha Toshkentga borib, Staroykada ishlab yurib, shu 4 ta qo'chqor olganman. Ikkita sog'liq, ikkita qo'chqor. O'sha bilan qiziqib, boqib, men qo'ramam yo'q edi. Katak raykadan katak yasab, katakni ichida boqar edim. Tog'orada yem berib, gapingizni bo'ldimi? Bo'ladigan bola boshidan ma'lum edi. Ash qiziqishni orqasidan ketib ketdimi? Ha, mana xudo qolsa hozir 26 ta qo'chqorimiz bor. Hozir aytdingiz, faqat plyus tomonini ko'rsatyapsiz. Hozir men sizga minus tomonini ham ko'rsataman. Operatorimiz orqasidan ikkita minus tomoni. Bu bir-biri bilan urushgan katta qo'chqorlarning ichida. Bular sal joni kichkinaroq bo'lgani uchun ikkita qo'chqor bilan urushgan, o'rnidan tura olmaydigan holatga kelib qolgan. Bu qo'chqorni ko'ring. Agar shu holat yaxshi bo'lsa 1000 dollarlik qo'chqor. Dollarda sotaman. So'mga bermayman-da, hozir ham bermayman so'mga. Yu, holat chatoq, tuzatyapman. Dollarda sotiladigan qo'yda qulog'i ham bir qarishdan oshiq. Bir qarish sifatida dumbaraz, res, kastanglar, liniya, gazi har tomonlamaydi. Hamma tomonlama kelyapti. Lekin nima deydi bu aylanma bosh bo'lib qo'ygan. Lekin doktorimizga rahmat, doktorimiz tuzatib yubordi. O'rnidan tura olmaydigan bo'lib ketgan. Demak, aylanma boshni xudo xolisa davolashyapti. Davolashning iloji bor. Oldin davosi pichoq edi. Hozir xudo xolisa davolab, raza nima bo'lib ketyapti. To'ppa-to'g'ri. Bu ancha yaxshi bo'lib qoldi. Mana minus tomonlari ham o'ziga yarasha bor. Lekin qo'pol qilib bo'lsa ham aytamiz, bitta qo'y 10 yilda 100 ta bo'ladi deyshadi, lekin bitta qo'yda nimasi 1000 ta bo'lguncha terisi 100 ta bo'ladigan narxlar bor-da, o'ziga yarasha qiyinchilik ham bor. Bunga misol hozir hech kimdir e'tibor bermay qolsa, bu o'lib qolishini hech ketmas. Bu albatta ziyon bo'ladi. Shuning uchun obunachilar balon osib qo'yiladi, suzish mashinasi. Ha, balon osish niyatimiz bor. Endi ertaga xudo xolisa hamma qo'ralarga, endi qo'chqor bo'lgandan keyin yem berib, yem yeb turibdi, baribir suzishadi. Balon osib qo'ygan juda foydali. Balon yog'och osib qo'yishyapti, mashalloh. Mana shu Gulibodam qo'yga haqiqat ishqim ketdi. Xudo xolasa mana shu qo'yni menga rizqimiz bilan qo'shilib qolgan bo'lsa, menga sovg'a qilasiz. Bir boqib chiroyli sifatga olib kelamiz. Xo'p, ikkita qo'chqor, ikkita sog'liq bilan boshlaganman dedingiz. Xo'p, natijasini solishtirganmisiz? Misol, sog'liq bilan qo'chqorda yoki solishtirmaganmisiz? Hozirgacha misol o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Hamma narsa mehnat, natija. Misol, shaxsan o'zimning fikrim bir 4 ta daftar to'lgan monopoliyadan falancha foyda hisob-kitob bo'ladi-da, yozib yurib, siz ham bir nimangizni almashtirsak bo'ladimi? Ozgina mehr, sog'liq qo'chqorning qizig'i yo'q. Ketaveradi. Foydasi, Allohning barakasini beraveradi. O'shaning uchun aytamizda, bitta bo'lsa ham qo'y boqing. Ketaveradi. Yo sog'liq yo qo'chqor imkoniyat boricha. Nechta bo'lsa, sog'liqmi qo'chqor umuman qiziq. Tashlab qo'yish kerak. Ikkalasi ham Alloh barakasini berib, ko'payib ketaveradi o'zidan. Xudo xolasa inshaalloh. Savollaring bo'lsa, inshaalloh kommentariyaga yozib ketinglar. Kimdir qanaqadir, nima berish tartibi bemalol yozinglar. Inshaalloh keyingi dasturlarimizda o'zimiz ukamiz xudo xolasa kelib video obzorini qilamiz. Yashirmaydilar. Xudo xolasa fikr almashish bu ham kimgadir. Misol, kimdir 1000 ta, 10 ming ta qo'y boqadi, hamma ma'lumotni biladi. Kimdir bitta ikkita qo'y boqib boshlayapti, ma'lum bir darajada ma'lumotga ega emas.
shunga bir yordam bo'lib qoladi, xudo xolasa-da. Bizni maqsadimiz ham shu, fikr almashish. Bizda bor narsani xalqqa beramiz, xalqda bo'lsa bir mashaqa qo'chqor boqib shunaqa nima qildim, foyda qildim, sog'liq boqib shunaqa foyda qildim. Kommentariyaga yozinglar, biz o'qib chiqib, yana alohida video qilib, xalqqa yana yetkazamiz. Qanaqalik boqishni arzon tezroq yetiltirish yo'llari, shundaymi? To'g'ri. Boqishni bu o'zi qo'y boqishdan maqsad, asosiy ishimiz daromad qilish, foyda qilish, o'zimiz ish bilan ta'minlash. Shuni hisobiga ratsionni, yem ratsionni arzonlatish, shunaqa qo'shilib ketaveradi. Xo'p, bularga tuzni qanaqa tuz berasiz? Bularga vitamin tuzi bor edi, tugab qoldi. Bir burchak tuz, 4,5 kilo, 5 kilo. Shunday, hali oq, rangi oq. Shunaqa tuzlarimizdan tashlab qo'yamiz. Ham vitamin, ham tuz. Uni ashini men o'zim ham o'shani tavsiya qilmoqchiman. Eng zo'r o'sha lizon tuzlari, ichida temir, rux, hammasini birlashtirib tuz qilib qo'ygan, o'g'irlarga ikkitadan tashlab qo'yayotgandek. Mana shu ba'zi bir devorlardamda ko'rsatib turibdi. Aylantirganingizda qo'yxonalarga, qo'rilarga boramiz, devorni yalab qo'ygan bo'ladi. Ha, yevoradi. Ana shu devor yalashlikda ash to'rtburchak tuz davolar ekanda. Uning ichidagi tarkibi o'zimizda oddiy tuzga qaraganda ancha kaloriyali, foydasi, vitamini ko'proq ekan. Yaxshi. Xo'p, vitamin ukol dorilasak, qo'ydi birinchi olgandan keyin qanaqa vitamin ukol dori tajribalarga o'tgansizlar? Qaysi nimalardan birinchi aka foydalanasizlar? Shu ichki tashqi parazitiga ukol qildiriladi. Birinchi qo'ydi olib, ichki tashqi parazitiga ukol qildiriladi. U bir oyda bir marta qilib turaverish kerak bu narsani. Chunki bu yerda haligi hashak yeydi, har xil hashakda mosh to'pon beryapmiz, somon beryapmiz, babi changi bo'ladi. Odam ham ozgina chang yutsa nima bo'lib qoladi, kasal bo'lib qoladi. O'shaning uchun bularni faqat chang yeyapti, qildirib turaverish kerak. Alben dorimiz va qaymoq dori deb qo'yamiz. Qaymoq dori, ha. Shundan 5 grammdan ichkizib qo'yaverish kerak. 10 kilogramm to'liqroq ma'lumot qilib ketaylik. Albendazolni 10 kilogramm tirik vesga 1 kilogramm. Misol ba'zi biri 5 gramm, ba'zi biriga 4 gramm, ba'zi biriga 3 gramm, ba'zi biriga 7-8 gramm. Misol uchun 100 kilolik qo'yga 10 gramm. Har bir 10 kilogrammga 1 grammdan to'g'ri keladi. Ivermekda qilinadi. Ichki tashqi parazitlarga ivermekda albendazol qo'shimcha vitamin ukollar qilasizlar bularga. O'zimiz doktorimiz bor, 45 kunda bir marta qilib ketadi. Ha, demak, mana shuni ko'p aytaman, men o'zim haqiqatan tan olish kerak. Haqiqiy qo'y boqish boshlashdan oldin siz nima deysiz, bunga ham yorug'lik kiritish kerak, kiritish kerak. Kimgadir qiziqda bu ham. Men o'zimda shaxsiy fikrim shuki, bitta veterinar akadan maslahatini pastdan olib turish kerak yoki bitta veterinar bilan gaplashib olish kerak. To'g'ri. Kasalni davolagandan ko'ra oldini olgan sal udobliroq bo'ladi. Haqiqiy to'g'ri. Kasalni oldini olgandan davolagan ancha udobli bo'ladi. Aytganimdek ozgina e'tibor. Ozgina e'tibor bo'lsa, xudo xolasa barakasini beraveradi. Albatta. Mol, misol kimdirlar moldan foyda qiladi, kimdirdan qo'ydan foyda qiladi. Misol men o'zimning shaxsiy fikrim, qo'yni mehnati oz. Faqat qo'yga ko'proq e'tibor talab qiladi. Misol molga nisbatan bu jicha nozikroqda. Sohasiga yo'nalishiga kirib olganingizdan keyin birinchi boqmoqchi bo'layotgan aka-ukalarimga tavsiyada yo'nalishiga kirib olganingizdan keyin bundan chiqqingiz kelmay qoladi. Hattoki misol qo'raga kirib olib va maza qilib, hali bekorchilikda vaqt o'tadi, maza qilasiz, sizlar xuddi shunday hali yemini berganda o'ziga yarasha gashti bor. To'xtamaslik kerak. Qo'y o'ladi ham, kasal bo'ladi ham, bizda ham juda ko'p bo'lgan. Qo'y o'lishi so'ndirmaslik kerak, bosish kerak. Gazini bosish kerak, gazini olg'a deydi. Shunday. Hoppa, to'g'ri. Demak, qadrli obunachilar, avvalo o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Xudo xolasa, qanday savol javoblaring bor, nimalarga e'tibor berish kerak, bizda kami ko'rsimiz bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Albatta mehnatni qadrlab, bittadan laykni tirsilatib qo'ysalar, xudo xolasa, xursand bo'lib, yanada zo'r boqish sirlarini qo'ldan kelgancha olishga harakat qilaveramiz. Kami ko'rsiga ming bor uzr so'raymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.